Bo'ldimi? Nima, shartmi? Bajara olaysanmi? Sahif akani ko'pchiligini taniysizlar va men ulardan hayotimdagi eng qiyin shartlardan birini qabul qildim. Hozir esa bu shartga blogerlarning reaksiyasini ko'ramiz. Muxastik uka. Voy muxastik ukam, nima shartga sen rozi bo'lib qo'yding bilasanmi? Yana qo'ysinchi. Voy muxastik ukam. Voy. Bu oson ish emas. Qanchasi harakat qilyapti, lekin eplayotganlar ozgina. Lekin siz ham eplashingizga ishonamiz. Bosing uka. Lekin agar mana shu shartni bajarsang men bo'ldi. Shundoq hamma qo'limni ko'taraman ukam. Eng to'pi sen bo'lasan agar shu shartni bajarsang. Lekin juda qiyin narsaga rozi bo'lib qo'yibsan. Sen o'ylab gapiryapsanmi? O'ylab gapirgan. Muhim, o'ylab gapir, ukam. Nerealniy sharti u. Agar bajarsang gap yo'q ekan. Atak boru, ko'rishsang, men nomimdan ham salom etib qo'ygan boru. Keyin meni ham olib ketishingdan chiqmasa, agar epla olsang, gap so'z yo'q deyman, lekin mana shu tan berib yuboraman. Voy, gap bo'lishi mumkin emas, lekin ukam borsangchi mana yo'g'on. Mushugimdan ham salom etib qo'ygan. Charchab. Do'stlar, qanaqa shart berganlarni o'tkazib yubormaslik uchun mana kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bunaqa shart hali hech kim qilmagan.